Turishingiz necha pul? Bu savolga aytmayman, lekin gap so'z bo'lib ketadi. Xo'p, o'z mashhurlik faoliyatingizni qachondan boshlagansiz? Mashhurlik faoliyatim o'zimni hali mashhur deb hisoblamayman men. 2017-yildan boshlaganman. 2019-yil. Biz ham mashhur emasmiz-ku, lekin Yo'q, o'zingizning faoliyatingiz masalan san'at Ha, unimi Jahon aka bojalar olib kelgan payti nechinchi yil edi? 2016da. Oldingi o'zingiz bilan hozirgini qanday farqi bor? Ancha toblangan, qo'rquvdan, qanaqadir bir nima deydi, risk qilishdan hech qachon qaytmaydigan va ancha pishgan sohib deb o'ylayman. Juda katta farqi bor. Masalan, uni tushuntirib berish uchun ancha vaqt kerak-da. vaqtimiz bor. Qanaqa masalan? Masalan, oldingiz qanaqa bo'lgan, hozirgi o'zingiz qanaqa takomillashgan? Ishmi yo O'zingiz bo'yicha? o'zim bo'yicha oldin 2017-yil o'zimda shunaqa energiya bo'lgan, lekin imkoniyat bo'lmagan. Hozir imkoniyat bor, energiya ham bor, shunda ikkosi birga mix bo'lib ancha rivojlanib ketgan. Men zo'rman deyman-ku, kameraga chiqib. Oldin yosh edim, hozir qaridim. Hozir ham bir xil, lekin men o'zimga o'zim bir xilman deb yuraman, to'g'risi. Shu oldin qanaqa bo'lsam, hozir ham shunaqa. Odamlar tanimasligini umuman ahamiyat bermayman. Ko'chada ham. Biror marta shu sohani tanlaganingizdan afsuslanganmisiz? Yo'q, umuman afsuslanmaganman. Agar afsuslanganimda bu sohaga kirmasdim va hayot yo'lim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bu peshonamga yozgan edim deyman va qabul qilaman, boriga shukr qilaman. Hech qachon. Yo'q. Juda ko'p afsuslanganman, chunki nimagadir anaqa siz bilan teng baravar ishlayotganlar ko'tarilsa yoki nimagadir erishsa, ular yomon ko'rishda emas. Biz ham o'shanchalik harakat qilganmiz-ku, bizga ham berilgan, balki bizning yo'limiz boshqadir, boshqa kasbni egallashimiz kerakdir degan narsalar o'tgan hayolimdan. Agar bu sohada ketmaganingizda kim bo'lardingiz? Bu sohada ketmaganimda xirurg bo'lardim. Nima deydi, odamlarni ozdiradigan, oshqozon operatsiya qiladigan xirurg bo'lardim. Oshpaz bo'lardim. Otamning kasbi shofyor bo'lardi. Men dadam kasbini qilardim, uni ayta olmayman. Agar zaruriyat bo'lganda Instagram sahifangizni o'chirarmidingiz? Qanaqa zaruriyat masalan? O'tda kerak bo'lib qolgan payt. O'chirib yuboraman. Instagramga bog'lanib qolgan yoki biror bir Instagram uchun o'zimni bir o'ldiradigan odam emasman. Oddiy ijtimoiy tarmoq ertaga bormi yo'qmi menga ahamiyati yo'q. O'chirardim. Instagramga meni hayotim bog'lanmagan. Zarurat bo'lganda ham ochmayman hozir. Hozir ham o'chira olaman. Menga umuman qiziq emas Instagram sahifa. Xo'p, oxirgisi siz haqingizda obunachilaringiz bilmaydigan 3 ta fakt. 3 ta fakt. Men hali juda ham yoshman. 25 yoshman. Ikkinchisi boshlovchilik qilaman to'ylarda ham. Uchinchisi Barchun G'ofurovaga hali uylanishim aniq emas, boshqa qiz ham qidiryapman. Uylanganman. Bitta bolam bor. Anjorliman. Hech bilmagani yaxshi, fakt bo'yicha qolarsiz. Men obunachilar bilandi, menimcha. Uylanmaganman birinchisi. Har doim mana shu mavzuni olib chiqadi. Lekin kimni yaxshi ko'rishimni bilmaydi lekin. Mana shu bor. Kim yaxshi ko'rishingizni aytamizmi? Yo'q, Ayting aka. Hech qayerga ketmaydi bu. qayerga ketishim? Yo'q, men Yash, iltimos mendan intervyu olishyapti, nariyoqqa turing. Yo'q, ayta olmayman, lekin o'shani aytmaganman, lekin ko'pchilik. San'atkorlar hamma taniydimi so'rashadi. Ha. U mashhur insonmi? Hamma taniydimi masalan? Hozirgi kunda hamma taniyapti sekin-sekin. Lekin bular o'zimiz sohamiz, bir-birimiz. Bitta sohadan. Bitta ko'rsatuvda ishlatmayman. Sizlar qizlar meni intervyu olishyapti. Sog'lar. Buni ham intervyu olamiz. Amaliyot. Ha, yo'q. Bo'ldi shu, yetadi.